Toshkentda briket qo'ydirish necha pulga tushadi? Buning uchun 7 yillik stajga ega Artadon Islombek akani klinikasiga keldim. Eng avvalo briketlar haqida ma'lumot oldim. Uni 3 xili bo'lar ekan: metall, keramika va safir. Ularning farqi ko'rinishi, mustahkamligi va albatta narxida. Eng qimmati safir ekan va men aynan shuni tanladim. Sababi u shaffof, briket borligi bir qarashda bilinmaydi. Tabiiyki, tabassum qilganingizda ham chiroyli ko'rinadi. Ishda turish muddati bo'lsa, holatiga qarab o'rtacha 1,5 yildan 2 yilgacha davom etadi. Lekin bu vaqt davomida Artadon tavsiyasi bilan ma'lum bir muddatda ko'rikka kelib turishingiz kerak. Endi narxiga kelsak, hozir bularda aksiya ketyapti. Tepa-past ishlar uchun agar metal briket qo'ydirsangiz 2 million so'm, keramika bo'lsa 3 million so'm, manga o'xshab safirni tanlasangiz 4,5 million so'mga tushasiz. Bu chegirmadan foydalanib qolish uchun hozirdan mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, ko'rik kunini band qiling. Manzil Sergeli tumani, O'zgarish mahallasi 55-uy. Mo'ljal O'zgarish metro bekati. Mabodo topishga qiynalsangiz, aniq lokatsiyasi Telegram kanalimda. Bu videoni qiyshiqligidan uyalib yuradigan do'stingizga yuboring va shunaqa foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.